Acayip mehmanlarımız oturuştular. Kelin adı tebrik sözünü bana Şavat'tan giyen Özbekistan kalkıldığından bana Medemlekemiz oturtma doğramızda adı tebrik sözünü bana acayip mehmanlarımız Medemlekemiz'e bana üzerinde yakşı sözlerini yakşı sürekli beklemiş. Merhamet Medemleket tebrik sözü sizge. Esselamu Aleyküm. Hürmetli Fehimoğlar, Mezavarlar, Mağlubi gün, Allah'ın arasında ilk maçlı gün, Azat İlk'ten seyahatlarının büyük altı gecesi, büyük maçı, Dost Eşermen, Ortakamın, kızını tebrikleymen, maçı, Perzentlerin bir gün vaat koyayken, ulan koşan arasında, uzak yaşasılar, Perzentleri çok olarsın. Yani şu iyiliğe, yurtluğa, gerçek kardeş olamaga, yeni ailenin hizmetleri bir olarsın. İyiliğiniz, yurtunuz, kış olsun, farahat olsun. Her gece vakit koşuluk olarsın. Kasih olsun. Berkat, Medemleke, elbette arkadaşınızı izleyip etsin. Sizin yüreğinizden koyulsun. Medemleke, 30 saat olduğu boyunda, bize promos koşullarından boyunda. Arı şarapın olan yanında bize para üstü falan boyunda. Hemen bir gece güne, toy üstüne toy olsun. Oğlanın vakti için atakmalar sarkmasın. Gözümüzde toy tamaşa, güzel bakar bu gece. Sağlarlara gülmesinler, yerine atıp gideceğim. Magine yetiştiler, sevişkenler bu gece. Nöbet birinde, Kiyönkören'in dostları ülkenin paşanın dünyada canları gibilerimiz. Adı tebrik sözünü bana Azatbay'ın protoik dostlarından İbadullah'a varamız tebrik sözünü. Merhamet. Saçlarını eğri taragam, eğrindeki kasımları yarışkam. Men ne kızlar üstünde talaşkam, tebrik sözünü İbadullah'a varamız. Merhamet. Rahmat. Assalomu alaykum, hurmatli idora qatnashchilari. Mana bugun shu frontdagimiz Ozodbek va uning umr yo'ldoshi bo'lmish sayyoraxonlarning yo'l kechasiga erishgan ekanmiz. Men shu fursatdan foydalanib, shu ikki yoshga uzoq umr, bog' saodat, kelgusi ishlarda kattadan katta zafarlar tilayman. Hamisha baxtli bo'lamiz. Rahmat İbadullah. Yine protoik dostlardan Farhat Bekki varamız tebrik sözünü. Merhamet. Assalomu alaykum hurmatli aziz yoshlar. Mana bugun biz do'stimiz Ibadullah va uning umr yo'ldoshi sayyoralarning nikoh to'yiga yig'ilgan ekanmiz. Men shu fursatdan foydalanib ikki yoshga uzoq umr, baxt saodat tilayman. Rahmat. Endi tebrik sözünü bana Kirim Paşa'nın dükkanına canlarından Gülistan Khan'ga veremiz tebrik sözünü. Gülistan Khan, bu hafta kiralasız mı? Kızıl güller kiralasız mı? Bugünkü dükkanımızın nikah gecesiga şirin sözlerini açıp koyganlar çekin laziga olan bir arası mı Gülistan Khan? Merhamet. Assalomu alaykum hurmatli davra qatnashchilari. Uzoq va yaqindan kelgan mehmon va mezbonlar. Mana bugun biz dugonam Sayyoraxon va uning umr yo'ldoshlari bo'lmish ozodlarning umrlarida bir marta bo'ladigan baxt va visol oqshomiga yig'ilib o'tirgan ekanmiz. Men shu fursatdan foydalanib bu ikki yoshga avvalambor sihat salomatlik, uzoq umr, baxt saodat, kelgusi ishlarida omad tilayman. Farzandlari ko'p, umrlari uzoq bo'lsin. Rahmet. Şu gitçe bakır devlet yıkıp ver. Almak üzün enalın sularını sıkıp ver. Yakşı görsen küpemez 15 kilo oğul tohup beden tebrikler diye Muhammed Hangi verimiz tebrik edin. Salom deb boshladim so'zim boshini. Bu salomni o'rgatgan odam havodir. Salom deb boshladim so'zim boshini. Bu salomni o'rgatgan aziz ota-onamdir. Assalomu alaykum. Baxtli davraning baxtiyor qatnashchilari. Mana bugun biz do'stim Sayyora bilan uning umr yo'ldoshi bo'lmish Ozodbeklarning inson umrida bir marta bo'ladigan nikoh va baxt qilib turibmiz. Men shu fursatdan foydalanib, ikki yoshga uzoq umr, baxt saodat, sog' salomatlik, bundan keyin o'qishlarda kattadan katta zafarlar tilayman. Do'stim, to'ying muborak. To'yingga yarashgan to'ying muborak. Ozodbek ismli yoring muborak. İlk qadam qo'ygan kuning muborak. Baxt yodasi to'lsin malim, jaranglasin, sinmasin zinhor. Mening sizga shukur tilagim, qalbim
Rahmat. Bo'lmasa navbatga yana san'atchilarimizga qo'shiq beramiz. Mana sizlarga yigitlar, qizlarni davomimizga qo'yga taklif qilamiz. Ilohiy Allohdan duolar yuzlar. Havas qilmoqdadir. Qarang, tug'ilgan yulduzlar, qanday qizlar, qanday qizlar. O'ylab ko'rdim bugun yuragingizni. Hikmatga rahmat taqdirlatgan, to'ylarda kulib baxtlatgan davramiz yangicha. Rahmatga o'ylab kulatib to'ylarimizni. Marhamat, navbatga qo'shiqqa o'yinga beramiz.
Akşamın başı
çakallarımızdan, bana ustazlarımızdan, Rahman Ekemiz, Meşerif Kutuz'da dövrümüzde Kirin yazılı tebrik sözünü bana Rahman Ekemiz'e benim özlerini, yaşlı sözlerini, yaşlı dileklerini istedim. Ben Rahman Ekemiz'e tebrik sözü sizge. Assalamu alaikum, hürmetli aziz mehmanlar. Kadınlı hem yurtlar, yengiye kuşlarının acayip kazanları. Ben bugün özümü tutulan çağında köp koylarda katlaşıp, bana bugün hürmetli ekemiz, bana kuşlarını en ağırlı ailelerden biri, Abdullah ve Roske Cenaplar'ın baklı gününde yani büyük beşinci keresini sürüp dostlarını yığıp, ağaylarını yığıp uzak yakından en yakın bradalarını, yaşlarını, en yakşı dostlarını toplar bugün ağaçlarda şu yakşı baklı günde bize teklif eder. Ben hem ilah kadarı yukarıda ayrılan yakşı isteklerine koşulup kolları düşen şu Abdullah'ın büyükü yengi vakti bilen bu sayara kızımız bugün şu kanadanga gelen kız olup düşen basın. Bunu Abdullah Ege'nin kökten arzusu bilgen niyetlerini oraya çıkarışta şu ailenin acayip enenelerini, yaşlı kurfaletlerini, yaşlı kaydelerini, şu yemek kuşlarında yaşam etken acayip insanlarını, yaşlı adamlarını, ruhunu şart kılıp, şularını halkımızın erdinde yazı, yüzü yarım bulup, şularını yaşlı işlerini devam kıldırırken, elimiz hürmet kıladırken, halkımız hürmet kıladırken, yeniyem, ehli hürmet kıladırken acayip aile olsun. Yenenci yıl, ağlaylarını aktif koyulan, şuradaki dostlar, şuradaki ağaylar, şuradaki yanmayatlar, mehmanlar kılavurlar. Her daiminde bir koy yılı, vakti yıl, yakşı insanlar yılı. Yani bugün Hazreti Alişer Navai'ni tuğulan günü. Koyunu başından, onun ruhundan sevdi tuttu. Kerbelerden tuttu, Navai tırılıp diyenli kılıp, onun ruhunu toyga alıp girip, bize çıraylı kılıp ötecekti. Şu yengi yapışlarından, şu yengi kuvvetten, aileden acayip Navai'ni, Hazreti Navai'nin evlatları, Navai faziletli acayip yaşlar, devrimizde acayip birer yıllar yetişsin. Hem meclisinde toy olsun, yurdumuz kış olsun, hem vakit yaşlı günlerinde katlaşalım, hep tarafına. Teşekkürler olsun. Rahmet, elbette arkadaşlarına insanmasın, royaltı sıkıntısıgen, sağlık, selametlik, uzak ömür, sizin üzerinizde daimat ola olsun. Bir yanlışlıkla koyarım olayım, hemmesi yaxşıdırek koyarım olayım. Rahmet'e sizden böyle gidip koyarız olayım. Ben şu Rahmet'imizin sözünü tahsil için ben hazır nöbettim. Acayip ustamız bana sanatkar, en acayip kuşamaz sanatkar ustamızda bana İskender'ımız olup da bir anda boku bir işime görünmeyin.
Söken geldi her zaman. Sana söker, bana söker, belki de yumayını döker. Hey hey hey! Vaha vaha vahası kızın gülü şakası. Canım lan, hey aman aman aman. Zeka zeka sütü zeka 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 zeka. Hey! Dana dur. Hey! Çeçiler satar iğneli, çeçiler satar iğneli, köyüne geçelim iğneli, köyüne geçelim iğneli. Erkek gelip sinyali, erkek meselesi iğneli, erkekler temeli. Hey! Hey! Yüreğinde boğamış ülke, yüreğinde boğamış ülke. Oğlu niye gelmiş ülke, oğlu niye gelmiş ülke. İki gözün küske ülke, keristen boğamış ülke. Keling, hozir tabrik so'zi bilan deb akamizga borib o'zlarining yaxshi so'zlarini, yaxshi tilaklarini isting. Marhamat. Дорогие друзья, в вашем присутствии сегодня образовался еще одна советская семья. Виновник этого торжества Азатбек Исайра. От имени нашего коллектива разрешите поздравить их с законным браком, пожелать им здоровья, счастья, футбольной команды, ну и зеленого света в их жизненном пути.
Endi tabrik sözünü yana kevni do'stlari, kelin qo'shini dugonajonlarga beramiz. Hozir tabrik sözünü kevni do'stlaridan Shuhratbekka beramiz tabrik sözünü. Marhamat. Rahmat. Assalomu alaykum, hurmatli davra qatnashchilari. Aziz otaxonlar, onalar va ukalar, singillar. Mana bugun biz sinfdoshim Ozodboy va uning umr yo'ldoshi bo'lmish Sayyoraxonlarning nikoh kechasiga yig'ilishgan ekanmiz. Mana shu fursatdan foydalanib, bu ikki yoshga uzoq umr, baxt, saodat, kelgusi ishlarda kattadan katta muvaffaqiyat tilayman. Hamisha baxtli bo'lsinlar. Rahmat. Endi tabrik sözünü devam ettirelim kevni do'stlardan. Assalomu alaykum, hurmatli davra qatnashchilari. Mana bugun do'stimiz Ozodboy deb yovning yo'ldoshi bo'lmish Sayyoraxonlarning uyiga kechasiga yurganmiz. Men shu fursatdan foydalanib bu ikki yoshga uzoq umr, baxt, saodat, kelgusi ishlarda kattadan katta muvaffaqiyat tilayman. Rahmat. Endi tabrik sözünü bilan kelin qo'shini dugonajonlardan Nigaraxonga beramiz tabrik sözünü. Bahorning gullari Allohning damlagi sizga gullasa, bir narsa yashashning navbatchori, sog' salomingiz bo'lsin muborak. Hurmatli davra qatnashchilari. Mana bugun biz singilimiz Sayyoraxon uning shu kuni e'tiborimiz sultonlari bo'lib Ozodboylarning ularida bir xalqqa bo'lgan nikoh kechasiga yig'ilganman. Shu kunlarda ularni kuyib yoshga uzoq umr, sihat, salomatlik tilayman. Ularning hayotlari hamisha farovon, yo'llari charog'on bo'lsin deyman. Rahmat Nigaraxon. Alingda bo'lsin altından çalsa, kimi bilan bo'lmasa, har yil Hasanatul bola yasada tabriklar degan kelin qo'shini dugonajonlardan Muhabbatxonga beramiz tabriklar. Assalomu alaykum davra qatnashchilari. Mana bugun biz eng ajoyib o'zbek milliyligining otasi bo'lgan Alisher Navoiyning tavallud topgan kunida dugonamiz Sayyoraxonlar onalarning eng xayrli, eng mazmunli, ma'rifli umuman hayotni boshlanadigan kuni nishonlanayotgan ekan. Biz bundan albatta xursandmiz. Shunday ekan, shu yaxshi kunlarda, yaxshi kun bilan boshlangan hayot umri hamisha yaxshi davom etaversin. Ko'nglingiz ham, ko'zingizdan ko'rmasin. Hayotli orzularingiz, hayotli farovonligingiz bo'lsin. Hech qachon g'am alam boshingizga kelmasin. Stol ustida qarab, uni qo'ymasdan oling. Agar malol kelmasa, Ozarbayjon tashlaylik. Rahmat. Marhamat, navbatga qo'shiqqa qo'yganimiz marhamat sizlarga
acayip şifaçalarımızdan mülakatlaş yaptılar. Mesarlarımızın dostları, ekeleri. Kelin adını növbette tebrik sözünür. Bana hemmeyize tanış buralar elbette kayda işe gidelim bu sefer partnikeye varıp ustu işe gideriz. Şu partnikeni bana kılavulaşıyor verdi Sultan Bayam'ı tutla devrimizde. Tebrik sözü ağzı Sultan Bayam'ıza bırakırız. Ben Kımet. Rahmet Kerimay. Assalamu alaikum hurmatli aziz mehmonlar, aziz do'stlar, opa-singillar. Mana shu daqiqalarda hammamiz shu Soddajonning o'zimizning oilasida shunday bir botil kunda ishtirok qilyapmiz. Mana shunday kunni faqatgina biz emas, mana tabiatimiz ham shunday hurmat qilib, ajoyib dam olishni sharoitlarga yaratyapti. Aziz do'stlar, mana shu Soddajon ukamizning singlisi, do'stimizning Ozodbek ukasidan sayyoralarning shu kundan boshlab oilaviy bog' yo'li ochilar ekan, shu ikkala yoshimizga podshohda uzoq umr, shu oilaga elning, yurtning, butun oilasining baxtlari kelgan bo'lsin. Ularga hamisha oq yo'l tilayman. Hammamizning oilamiz ham shunday go'zal bo'laversin. Yaxshi to'ylarda uchrash hammamizga nasib etgay. Rahmat. Qanday bo'lsin? Rahmat Sulton aka. Albatta Ahmad so'zidagi to'y yapashin sizni uyingizdan yana to'y bo'laversin. Mana bu davramizda yana bir ajoyib mehmonimiz bilan Qalamiyadan ham Buxoroy azimdan kelgan ajoyib bir do'stimiz bilan savdomiz do'sti Ramazon akamiz o'tdilar. Ben artık tebrik sözünü Ramazan akamize beramandan şu Ramazan akamize ben iltimas kılamam bir kulpet eşul açıp versin diyeyim. Bakın Ramazan akamize. Assalomu alaykum hurmatli mehmonlar. Mana bizga bugun nasib etgan ekan bu Sallaka xonadonlarga bu ukalarni baxtiga man o'ylam oldim nomidan qolaversa 1 millionlik Buxoro xalq nomidan shu 2 yoshga uzoq umr, baxt, saodat tilayman. Doim baxtli bo'lsin. Rahmat. Ramazan aka endi badiiy qismi qanday bo'ladi endi? Bir proje o'ylab berasiz bo'lmadi. Bo'lmasa navbatda yana kuyovlik do'stlari, kelin qo'shini duganachalariga beramiz. Hozir tabrik so'zini kuyovlik do'stlaridan hayit boyga beramiz tabrik so'zini. Marhamat. Assalomu alaykum, hurmatli davra qatnashchilari. Mana bugun biz do'stimiz Ozodboy va uning umr yo'ldoshi bo'lmish Sayraxonlarning baxt va nikoh kechasiga yig'ilishgan ekanmiz. Shu fursatdan foydalanib, men bu ikki yoshga uzoq umr, baxt, saodat, kelgusi ishlarda kattadan katta zafarlar tilayman. Hamisha baxtli bo'lishsin. Rahmat aytgan so'zlaringiz uchun. O'ytan boyga beramiz endi tabrik so'zini. Marhamat. Rahmat. Assalomu alaykum davra qatnashchilari. Mana bugun biz jonamiz Ozodboy va umr yo'ldoshi bo'lmish Sayraxonlarning nikoh kechasiga yig'ilishgan ekanmiz. Shu fursatdan foydalanib, ularga uzoq umr, baxt, saodat tilayman. Kelgusi shu yillar alla to'yda o'tirganmiz. Qaseklar bo'lsin. Rahmat. Endigi tabrik so'zini Kirim Pashaning duganachalaridan Nuquljonga beramiz. Alingda bo'lsin oltindan kasa, kuyov bilan bo'l munosab. Her yıl Hasan Hüseyin bala yasangda to'yimizga kelib Nuquljonga beramiz tabrik so'zini. Rahmat. Tilagim shu mudom baxtga yor bo'ling. Baxtlilar davrasida doim bor bo'ling. O'ynang, kuling, xafa bo'lmang hech bir zum. Labingizdan arimasin kulgi tabassum. Assalom hurmatli go'zal davramizning aziz mehmonlari va mezbonlari. Mana bugun biz do'stimiz Sayyora hamda uning shu bugundan boshlab bir umrga umr yo'ldoshi bo'lmish Ozodbeklarning inson umrida bir marta bo'ladigan baxt va nikoh kechasida yig'ilishib o'tirgan ekanmiz. Men shu fursatdan foydalanib bu ikki yoshga uzoq umr, baxt, saodat, porloq kelajak, nurli sifat tilayman. Bularning lablaridan kulgu, chehralardan tabassum arimasin, g'am, alam ko'rmasinlar. Bolalari ko'p bo'lib, hamisha baxtli bo'lsinlar. Rahmat. Rahmat Nuquljon. Endi tabrik so'zini yana Kirim Pashaning duganachalaridan Oybibiga beramiz. Marhamat.
Assalomu alaykum, hurmatli davra qatnashchilari. Mana bugun Yodam Sayraxon va shu kundan e'tiboran turmush o'rtog'i ozodliklarning nikoh va sog'liqni o'tgan shu fursatdan foydalanib buyuk yoshga uzoq umr, baxt saodat tilayman. Nikoh ishlari bo'lsa ro'yobga chiqishida tilakdoshman. Baxtli bo'lsin. Rahmat, aka so'zlaringiz uchun. Karim aka. Bo'lmasa navbatda yana qo'shiq kelamiz. Mana Osarnay bir nasini yeşkine yetmiş Hem ölçüyorum bunda. İster işeme. Koysam koymayın ölçü var ama. Efendim işene mi dinle? Durmaz bence. Yine köyümüzde gelmesin. Ben üzül. Devam. Hafta bazı şişsin. Senin ayakkabımız bu. Açtırayım mı? Açtırın ya şimdi. Hal yapacağım. Yeter ki hemen de bazaplar adı bunu. Hemen şuna bakın. Öyle. Bırak saçak. Tamam. Azgın aç. Sürecek yapıyor. Yine al bakalım. Ha. Mekanikler. Ha. İstaktıra da bulmaz. İşte malas mı? Başına bak. İşte Allah. Rahmet. Ol.